Barchaga salom do'stlar, xo'sh do'stlar. Bu galgi bizning videomizda Dream League Soccer 2025 o'yinida noldan akkaunt quramiz. Ya'ni Football has changed. Clubs from all over the world now compete across ochgandan so'ng you are in control of this small club with big noldan aspirations. ko'tarilish qoidalarini nima sizlarga qo'llagancha aytib o'tib ketaman. Albatta videomizni boshlashdan oldin like bosib qo'yib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlarini so'rab qolaman deganlar. Qani bo'lmasa biz videoni boshladik. Xo'sh do'stlar, sizlar davosida yengil bo'lsanglar, qaranglar. Birinchi o'rinda o'zingizlarga mos ana qo'yasizlar. Jamoaviy komanda nomini qo'yasizlar. Masalan, DS, Dream, FK, masalan shundan klublarni qo'yasizlar bo'ladi, lekin men o'zimni o'ziga xos nomim bor, shuning uchun ham yozaman. Xo'p, Jaloliddinov. Xo'p, endi bu yerda trener turisi DLSda masalan futbollarda eshitganman, trenerga bog'liq ekan o'yin, lekin DLSda trenerga bog'liq emas. Bashara chiroyli bo'lsa bo'ldi. Xo'p, men bratan cho'ta qani. Mana men brat topgich. Bu doda ekanda, bu bo'lmaydi. Mana qora demasa kerakman. Mana o'sha qaranglar, mana YouTube yana qoralarni ajratib deb bermanglar prosta. Ana chiroyli ekan, kalmas ekan. Xo'p do'stlar, futbolchi beradi 9 ta. Xo'p, kartali eng yaxshisini olish kerak. Men maslahat beradiganim, aniq esimda DS 21 endi ochganimda yashirib o'tirgan tog'amni telefonda ochganman, anaqani tanlaganman. Hamdanich tanlaganman. Jinni bo'lganman lekin Hamdanich tanlab, chunki Varadalisku Hamdanich. Masalan, hujumda qiynalib ketgan odam. Shuning uchun ham bu yoqda qaranglar. Yo'qolib ketadigan futbolchi olmayman. Yo'qolib ketadigan futbolchi ham yo'q. Masalan, variantlar kelganda bo'y baland pastga qarab o'tirmanglar. Mana Dxyaniki 192 tegiga qo'yib qo'ygan. Endi misol keltirmoqchiman, bola ham bor. Uni tezliklari tushib ketdi. Qarang, mana Luis Diaz olish kerak, chunki hammadan tezkor, hammadan chaqqon va joni ham 82 reytingi. Xudo xolasa, munosi yaxshi bo'lib ketadi. Qani boshqalarni ko'raylik. Yo'q, mana boshqalar uje bo'lmaydi. Olmola masalan, Akanji, uje himoyachi, Votkins ham uje bo'lmaydi. Shuning uchun ham eng tezkor yugurib beradigan futbolchi mana shu. Luis Diaz. Sivasi ancha past ekan, lekin nechta bizga bo'laveradi. Xo'p. Jamoani ham ochib oldik. Luis Diaz va bizning trener. Xo'p, qarochi 1200 ta tanga va 40 ta olmos beradi. Xo'p. Oldin ko'proq berardi, hozir kamaytirib qo'yibdi, lekin men yangi akkaunt ikkinchi marta ochaman, DS 25 da. Qanaqadir bunaqa futbolchilar beradi, ko'k. Lekin oldin yo'q edi, lekin yaxshi qo'shib qo'ygan. DS ham o'ziga xos, sekin-sekin yangilanishlar, o'zgarishlar qilyapti. Yaxshi. Xo'p, mana West'ni hujumga qo'yib olamiz, chap qanotga, bu yoqqa endi Varit Mamud chiqdi. Keyin plus yangi akkaunt ochganinglardan keyin tanga olmosdan so'ng ko'k agent ham beradi. Oldin oq berardi, tekinga hozir ko'k. Nu yaxshi. Xo'p, bu yerda scoutlar beradi, mana qaranglar. DLSda yangi bo'lsanglar, men hamma narsani aytib o'tib ketaman. Xo'p, bu yerda scoutlar beradi, bunaqa 500 talik scoutlar ochish xato. Mana bunaqa объяснение ham o'zi hozircha kerak emas. Bitta agent ochamiz birinchi o'rinda. Hisoblab berib qolamizda. Xo'p. Ispaniya, qarochi, Ferran Torres. Ferran Torres emasmi? Boshqa. Qarochi yaxshi. Pau Torres himoyachi. Yaxshi anaqa berdi. Omadimiz 78 lik, ko'pincha 70 lik kartalar ko'p. Davosida 70 lik kartalarni berib qoladi. Mana shu omadim keldi, mana shu futbol tushdi. Keyin mana shunday oq futbolchilar chiqadi. Xo'p. Endi mana trener degan yozuv bor. Trenerni bossanglar, mana shunday kuchaytirishlar bo'ladi. Men sizlarga kuchaytirishlarni o'rgatib o'tib ketaman. Buni oxirida bo'ladi faqat. Qaranglar. Bu bosdi, endi bosaveramiz. Iloji yo'q. Xo'p, hamda bonuslar bor, olamiz. Xo'p. Do'stlar, bu karyera, yo to'xtanglar mana. Do'stlar, mana My Club, ya'ni bu o'zingizlarni shahriylar mana. Mana dorixona, doktor, qarochi, bankniki, mana mehmonxona, mana trenirovka qiladigan joy, mana nabor. Qarochi, nabor bilaman. Mana qarochi sizlarning ofisinglar, mana sizlarning stadioninglar. Birinchi o'rinda sizlarga topoviy maslahat beraman mana. Qaranglar, mana shu joyni olamiz. Mana shu stadionni etabi mana Strono 77, lekin bu nesto'yishi 1500 ga tomi yopgandan ko'ra yopmagan yaxshi. Mana 1400 ga olsanglar bo'ladi mana. Har bitta stadion o'yinligiga 15 ta tangadan beradi. Plus
o'zinglar stadionlarda o'ynaganda 15 ta tangadan beradi. Keyin reklama ko'rib, tangani ko'paytirib olgan yaxshi. Короче, mana mana oxiridan bitta oldingidan olib sekin-sekin full qilaverasizlar. Xo'p, 1200 ta tangamiz bor. Shuning uchun ham 1400 ta tanga yig'ib olish kerak. Yani uni qanaqa yig'amiz desanglar, mana aytib o'tib ketaman, sizlarga o'rgatib. Ko'pincha reklama chiqadi. Sabitya degan mana buni yonida. Bemalol ko'rasizlar, yig'ib olasizlar. Reklama ko'rmang, mana bunaqa bonuslar. Xo'p. Keyin qaranglar, stadion qaysi mana stadionim deyishinglar mumkin. Chap tomondagi mani komandam Luis Diaz turibdi, chunki chap tomondan. Mana shu mani komandam sizlarning stadioninglar bo'ladi. Shu chap tomondagi komandada. Xo'p, qaranglar, menga hozir botlar bilan o'ynamayman, chunki vaqtim kam, to'g'risi tushunasizlar. Xo'p, bu yerda mana live 6 ta o'yin o'ynaganingdan keyin live ga kiradi deyapti. Biz 6 ta o'yinni parajini qilamiz. Abdulla menga qanaqa qoidalarni o'rgatyapti. Hali yana bitta narsa ko'rsatib o'tib ketaman. Ko'pincha ochgandan keyin ko'p odam bilib bo'lmaydi. Birinchi o'rinda men nastroykani to'g'rilab olaman, kamerani sakson qilaman. Ko'p futbolchi ko'rinib turadi mana shu kameralar sakson qilganda. Keyin mana bunaqa bokovoy liniyalar bor. Masalan, bu o'tvorib boshqacha ko'rinadi. Endi TV yana 4 xilma 5 xil turi bor. Qaranglar mana. Yengillarga aytib o'tib ketaman. Qaranglar mana. Buni bossanglar. Shahlovchi pasaytirib qo'yib, mana qaranglar. Bni bosinglar, strelkaga qarab bni bosasizlar, tur pas beradi. S havola pas beradi. A короче udargich deydi. Mana. Bo'ldi. Endi baribir yengillar bor, aytib o'tib ketaman, yengilagan. Endi yana negativ yozib yurmaydi. Menga DLC-ni 0 o'rgatyapti, bu oddiy narsani o'rgatyapti. Просто DLC ko'p odam o'ynashi, masalan, o'ynayapti ko'p odam. Shuning uchun ham aytaman. Xo'p, 6 ta o'yinni просто ko'z yumib parajini ko'ramiz. Yana 2 ta o'yin qoldi menimcha. Xo'p, ovozini baland qilsam ham bo'ladi. Xo'p, mana kostyum narsa, mana formalarni to'g'rilaysizlar, mana logotipinglar, mana bitta o'zingizlarning isminglar, mana bitta futbolchilarning kartalari ko'rinadi, mana bitta murabbiyning yuzidan. Xo'p. Yangi ochganinglardan keyin DLC ham o'rgatadi, mana shunaqa qilasan deb, lekin DLC to'liq o'rgatmaydi menimcha. Chunki men ochganman, umuman tushunmaganman 4 yil 5 yil oldin. Ammo trenirovka qiladigan joy. Bemalol mana uglovoy penalti. Bemalol trenirovka qilsanglar o'zingizlar yaxshi. Hop, mana bitta bonus bor qanaqadir. Mana bitta ham bonus bor, yaxshi bonusni ko'p beryapti. Xo'p, mana bitta Sabitya degan narsa bor. Mana bu live haqiqiy jonli odamlar bilan o'ynaysizlar, lekin men live o'ynashni umuman maslahat bermayman. Asabiylarni buzib tashlaydigan odamlar ko'p. Men sizlarga mana qara Sabityaga yana Sabityaga yutishinglarni so'rab qolaman mana. Xo'p, Sabityaning o'ziga yarasha qoidalari bor ekan, akkaunt ochgandan keyin 74 plus 2 ta futbolchi bo'lish kerak ekan. Menda bor, Pabitga bitta ekan. 95 reytingni oshiq bo'lish kerak ekan akkauntinglar, mana bu yozib qo'yam. Mana akkauntim 93.8. Nima qilish kerak desanglar, mana akkaunt ochamiz. Arzon futbol chiqdi. Mana shunaqa 100 tangadan arzon futbolchilarni sotib olamiz. Bular bizga yordam beradi baribir. Reyting necha? Reyting 94.2. Xo'p, jigarlar, qaranglar, ko'p odam mendan so'raydi. Mana shu oltin futbolchini bittani o'zini qanaqa full qilsa bo'ladi deb. Qaranglar, mana Luis Diaz menda. Men full qilmoqchiman va YouTube'ga video chiqarmoqchiman. Men nima qilaman? Birinchi o'rinda Sabitya o'ynayman, olmoslik yig'aman. Mana shu o'yin oddiy botlar bilan o'ynagandan keyin mana shu arzon futbolchilarni sotib olaman. Plus zaxirada 5 ta, asosiy tarkibda 10 ta varatalik sotib olaman. GG deb yozib qo'yadi. GGni sotib olgandan keyin mana bunaqa futbolchilarni sotib olaman hammasini. Sotib olgandan keyin kuchaytirgich beradi. Mana fisforma, texnika. Xo'p, mana qaranglar. Masalan, mana futbolchilarni trenerga sotib olaman. Mana ku degan narsa sotib olgan o'yinchilarni har 2 kunda yoki 12 kun ichidan keyin olsanglar bo'ladi. Sotib olaman, qaranglar. Sizlarga misol qilib ko'rsataman. 5 ta zakira, 5 tadan ko'p kam bo'lmasligi kerak. Короче, GK yig'asizlar polni mana. Abishnikni bossanglar, bu tepasiga beradi mana. Bu esa tepa tomondan full bo'laveradi. Mana bu texnika pastiga beradi o'sha mana.
udar, pas, kontrol bilan ishlagan. Shu joylarga beradi. Poni GG siqib olish kerak faqat. GG. Oqmi, oltinmi, ko'kmi, umuman farqi yo'q. Qarang, shunaqa gap. Reyting yana tushib ketdi. Men nimaga sotaverdim? YouTube'ga endi video baribir как. Xo'p, hozir men Sabitya vaqt yo'q lekin o'ynashga. Bu akkaunt, ya'ni bugun ochdim 25-may. 25-sentyabr, 26-sentyabr ikkinchi qism chiqadi. Faqat bu akkaunt emas, tangasi ko'p akkaunti chiqadi. Tangasi ko'p akkauntda necha kunda tangani ko'p yig'dira olasiz desanglar, keyingi videoda qo'yaman. Bu videoni qo'ldan kelgancha to'liq o'rgatib ketdim menimcha. Qaranglar, mana bunaqa taktikalarni qayerdan ochadi desanglar, mana ta'lim bosasizlar, eshitishingiz mana. Trenirovka qiladigan joyi kuchaytirsanglar, mana shuni beraveradi, sekin-sekin kuchaytiraverasizlar. Xo'sh do'stlar, DLS 0 dan o'rganmoqchi bo'lsanglar, bemalol kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Plus Xudo xolasa shu hafta harakat qilaman akkauntni mashqadan chiqarish yo'lini. Men ikkita yo'lni bilaman. Chotki yo'lni Xudo xolasa 100% o'xshaydi. Sizlardan prosta harakat, like, obuna bo'lish. Hammaga rahmat do'stlar, sog' salomat bo'linglar.